Tungi soat 1 quloq og'rig'ini shunaqangi kuchliligidan 3 yasharli qizcha ota-onasini borib uyg'otib, "Mani doktorga olib boringlar" degan gapni aytyapti. Bu judayam bolalarda ko'p uchraydigan muammo. Lor amaliyotida ko'pincha qulog'i og'rib, bezovtalangan bemorlar bizga murojaat qiladi va uni sababi ko'pincha burun shamollab, quloq yo'liga infeksiya o'tib, yiringlashi oqibatida pardani yorib chiqa olmayotgan yering shunaqa kuchli og'riq beradi. Mana shu aytib o'tgan hozirgi qizchamizda ham xuddi shu holat kuzatilgan. Bu holatda qizchani ko'rib kerakli tavsiyalarni berdik. Qizcha yarim soat ichida og'riqlardan qutuldi. Lekin ba'zi ota-onalar uy sharoitida mana shunaqa holatga uchrab qoladigan bo'lsa, nima ish qilish kerak degan ko'pincha savolni berishadi. Shuni bilingki, uy sharoitida quloq og'rigan paytda og'riq qoldiradigan dorilardan tashqari hech qanaqa muolaja yoki hech qanaqa dori-darmon mumkin emas. Mana shu ota-onalarni doimo esda turish kerak. Faqatgina og'riq qoldiradigan dorini berib, ana undan keyin to'g'ri lor vrachiga ko'rikka olib kelishingiz kerak. Mana shuni siz ketma-ketligini to'g'ri qiladigan bo'lsangiz, bolada quloq muammosi asoratsiz tuzaladi. Bo'lmasa o'ziga yarasha har xil asoratlar rivojlanishi mumkin. Ko'pincha ota-onalar quloq og'rigan farzandlariga spirt, ona suti, ya'ni ko'krak sutini yoki turli xil yog'li eritmalar, har xil quloq, ko'z tomchilarini tomizib ko'rishadi. Mana shu juda ham xato. Tarkibida spirt saqlaydigan yoki lidokain saqlaydigan tomchilar quloq parda butunligi buzilgan, ya'ni teshilgan paytida aslo mumkin emas. Bu quloq nervini zararlantirib, ertaga eshitish qobiliyatini pasayishiga olib kelishi mumkin. Mana shuning uchun siz tabletka ko'rinishidagi yoki har xil sirop ko'rinishidagi og'riq qoldiradigan dorilardan foydalanishingiz mumkin bir martalik. Agar farzandingizda mana shu doriga allergiya bo'lmasa va to'g'ri lor qabuliga olib kelish kerak bo'ladi. Va undan keyin lor nazoratida, lor tavsiyasida kerakli dorilarni qabul qilsangiz, bolangiz o'rtacha 1-2 soat ichida to'liq tinchlanib, quloq og'rig'idan to'liq xalos bo'ladi. Agar siz uy sharoitida turli xil eshitgan, bilgan, ko'rgan muolajalaringizni qaytarib ko'rmoqchi bo'lsangiz, bolada quloq parda agar teshilish holati bo'ladigan bo'lsa, quloq parda teshikligida mumkin bo'lmagan tomchilar bor yoki mumkin bo'lmagan ishlar bor. Mana shuni qilsangiz, parda butunligi doimiy buziladi, ya'ni teshik doimiy qolib ketadi va bu kelajakda farzandingizni eshitishiga ta'sir qilib, eshitish qobiliyati pasayib qoladi. Va pardasi teshik bo'lgan, ya'ni quloq pardasi teshik bo'lgan bolalarda cho'milgan paytida suv tushishi bilan quloqdan yiring oqish holatlari juda ham ko'p uchraydi. Mana shu surunkali otitni bir belgisi. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, bolangizda agar to'satdan quloq og'rib qoladigan bo'lsa, hech qanaqa dorilardan, hech qanaqa tomchilardan foydalanmang va to'g'ri lor vrachiga ko'rigiga olib boring. Quloqni endoskop bilan tekshirgandan keyin hamma muammo aniq bo'ladi. Undan keyin hal bo'ladi. Mana shu muolajalar sizdan bor yo'g'i 1-2 soatni talab qiladi xolos. Undan keyin bolangiz to'liq haligi muammolardan qutuladi. Agar bu video sizga foydali bo'lsa, like bosing, bizga obuna bo'ling va kerakli tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Quloq, burun, tomoq muammolari agar sizda uchrasa, murojaat qiling, yordam beramiz.